Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz kvadrat va to'g'ri to'rtburchak haqida bo'ladi. Kvadrat o'zi nima? Qo'shni tomonlari teng bo'lgan va qarama-qarshi tomonlari ham teng bo'lgan va parallel bo'lgan shakl bizda kvadrat deyiladi. Bunda qo'shni tomonlari to'g'ri to'rtburchakda qo'shni tomonlari teng emas, ammo qarama-qarshi tomonlari teng va parallel. Bu shakl kvadrat, bunisi to'g'ri to'rtburchak. Kvadratning perimetri uning hamma tomonlari uzunliklari yig'indisi. Hamma tomonlar uzunliklari yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, 4 ta qo'shilyapti. 4a. Perimetri 4a degan formula bilan topiladi. Yuzasi esa tomonlarning ko'paytmasi, qo'shni tomonlar ko'paytmasi a kvadrat. Kvadratning perimetri p barobar 4a degan formula topilar ekan. Kvadratning yuzasi tomonining kvadratiga teng ekan. Ana endi to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchakning perimetri uning barcha tomonlari uzunliklari yig'indisi. A qo'shilgan b qo'shilgan a qo'shilgan b. Hamma tomonlarni qo'shib chiqsam, mana bu ifodaga keldi. A dan ikkita turibdi. 2a qo'shilgan b dan ikkita 2b. Perimetr topish formulasi 2a plus 2b degan formula bo'lar ekan. Ikkisini konstantdan chiqarib qo'ysak ham bo'laveradi. Yoki p barobar 2 ko'paygan a plus b degan formula ham ikkovi ham bitta formula. Qaus bor. To'g'ri to'rtburchakning yuzasi s barobar qo'shni tomonlarning ko'paytmasiga teng. A ko'paygan b ga teng. Ana endi biz mana shu formulalardan foydalangan holatda kvadrat va to'g'ri to'rtburchakka doir misollarni ishlaymiz. Birinchi misol, kvadratning tomoni 5 ga teng. Uning yuzasini va perimetrini topaylik mana. Yuzasini topmoqchiman. S barobar a ning kvadrati, ya'ni 5 ning kvadrati. S barobar 5 kvadrati. 5 kere 5 25. Bu kvadratimizning yuzi 25 ekan. Perimetri esa tomonini 4 ga ko'paygani. 5 ni 4 ko'paygan 5. 5 4 ga ko'paytiramiz. 20. Yuzasi 25 ekan, perimetri 20. Ana endi ikkinchi savol. To'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchak. Eni 5, bo'yi 8. Yuzasini va perimetrini topish talab qilingan. Yuzasi qo'shni tomonlarning ko'paytmasi 5 kere 8. Ko'paytirsak 40. Perimetri esa xo'p, formulaga ko'ra 2 turibdi, kaos ichida a plus b. 5 ga qo'shamiz 8 ni. Ya'ni a o'rnida 5 turibdi, b o'rnida mana b o'rnida 8 turibdi mana. 2 ko'paygan 5 ga 8 ni qo'shsak 13. 2 ko'paygan 13 26. Ya'ni perimetri 26, yuzasi 40 ga teng ekan. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi 8, yuzasi 40. Endi topish kerak ekan. Formulani eslaymiz. S barobar a ko'paygan b degan formula edi, yuzasi formulasi. S ni o'rniga 40 ni qo'yamiz. Teng 8 ko'paygan a. Endi o'ylaymiz. 8 ga nechini ko'paytirsam 40 chiqadi. A teng 5. Yoki 8 bo'lib ko'rsanglar ham 40 bo'lingan 8 bu yerda a 5 ligi kelib chiqadi. Ya'ni eni 5 ga teng ekan. To'g'ri to'rtburchakning bir tomoni 4, bir tomoni a ekan. Perimetri 4. Bizdan a topish kerak ekan. P barobar 2a plus 2b degan formulani eslaymiz. Nima deyapsiz? Ana endi p o'rniga 4 qo'yamiz. 2 ko'paygan a topishimiz kerak plus 2 ko'paygan b'imiz o'rnida 4. Shu tengdan yechib qo'yishimiz qoldi. 14 teng 2a qo'shilgan 2 kere 4 8. 8 ni ayirib o'tadigan bo'lsak, 2a teng 14 ayrilgan 8. 2a teng 14 dan 8 ayirsak 6. A topish uchun 2 bo'lib borsak, a teng
3. A3 bo'lganda bir tomon 4, bir tomon 3 bo'lganda uning perimetri, to'g'ri to'rtburchagingiz perimetri 14 ga teng bo'lar ekan. Umumiy holatda mavzuyimiz shu narsalardan iborat edi. Masalan, kvadratni gaplashdik, to'g'ri to'rtburchakni gaplashdik. Kvadrat perimetri mana topish formulasi, kvadrat yuzini topish formulasi, to'g'ri to'rtburchak perimetrini topish formulasi, to'g'ri to'rtburchak yuzini topish formulasi mana. Shu misollarni ko'rdik. Uyga mustaqil ishlash uchun savollarni videoda oxiriga qo'shib qo'yaman. Ajratgan vaqtingiz oz bo'lasizlar, e'tiborlar uchun.